Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan To'ri kasb jihatdan hamkorlashgan bo'lib, Karvan To'ri tor bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining tor va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida tor va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan To'ri bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. İpek Yolu Sadası xush avazlar seynasi. Assalamu alaykum ekranlardagi ko'rman do'stlar. Men hozir İpek Yolu Sadası programmasining surat ilisalida Karvan To'rimiz bu qitimliq İpek Yolu Sadası programmasidagi tanlangan mahirlar bilan yana mishkalgan holda tanishish uchun alayda ziyorat o'rinlashtirdik. Agar bu mazmunlar qiziqsanlar, diqqatinglar davomli bizning ekranimizda bo'lsin. Yok çevresi, hoş avazlar seynasi, İpek Yolu Sadası, İpek Yolu Sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynasi, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çevresi. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, shirkat korxon qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi shaharlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marka ishlari bo'limi marka ishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 10 55. Hayatımda özden baktım. Mensup sana aşık kalbim. Всех приветствую. Я приехал с города Жаркента, с Казахстана. Очень признателен, что меня приняли на это участие. Хотел поделиться с радостью. Я прошел тур, и, получается, Адилям Сыдык. Мне приятно, что здесь все приветствуют. Работаю дизайнером. Если честно, я уже забыл слово, что сказать, честное слово. В общем, мне приятно, честное слово. Здесь все добрые, хорошо приняли. В первую очередь спасибо моим родителям, что они поверили в меня, моим друзьям, с кем я работаю. И, конечно же, человек, который помог нам сюда попасть. Это наша очень сильная женщина Кальбинур Ару. Больше слов нету. В общем, мне приятно. Спасибо. Ассаламу алейкум. İpek Yol Sadası. Men bugün kelgenimge şunda xursandman. Ата-анамга рахмат айтман. Ishenginiga. Yo'llarda sal qiynalib qoldik. Qiynalganimizmi bek yaxshi bo'ldi mana kelganimizga. Rahmat. Yeni vosita, yeni moda. Karvan To'ri.